Bo'g'imlarim og'rib, shamollab, o'ta kuchayib ketib, yurolmay qolganman. Oyoqqa revmatizm deb tashxis qo'ygan. Har 3 oyda ukol olardim. O'zimni yo'qotib qo'yganman. Pulim bor, oilam nahotki ayolimni men saqlab qola olmasam deb. Yashashdan endi umidim bo'lmay qoladi o'sha paytlarda. Sizlarda shu doktor Ali shoyi qanday minnatdorchilik bildirishda tilim ojiz. Mana 12 yildan beri endi dori-darmon olyapman. Buni ham ichib ko'raychi, ichsam yaxshi bo'lib ketsam, davom ettiraveraman degan niyatda olganman. Mana ukol dorisiz shifo topsa bo'lar ekan. Dalinalarim bir xilda yuradigan bo'ldi. Endi u qiyinchiliklar, og'riqlar ortda qoldi. O'n 12 yildan beri bo'g'imlar og'rig'i bilan davolanaman. Bo'g'imlarim og'rib, shamollab, o'ta kuchayib ketib, yurolmay qolganman. Keyin qo'ltiqda yurganman, ikkita hastada yurganman. Ayolim oyog'i og'rib, oyoqlari, tupuqlari, tizzalari, bo'g'inlargacha ishib, yuraklargacha og'rib, sanatoriya. Klinika. Bormagan joyimiz qolmadi. 2009-2010 yillardagi dardi bu. 14 yil, 15 yil bo'ldi. Ko'p yura olmasdim piyoda. Ko'p yura olmasdim. Yursam oyoqlarim mana shu ishib ketgan edi. Shunaqa ishib ketganda o'sha ishiqlar hozir qolmagan. Oyoq kiyimlarim ham sig'may qolardilar. Avvallari har 3 oyda ukol olardim. Keyin 6 oyda bir больницада yotib kelardim. Oyoqqa revmatizm deb tashxis qo'ygan ko'proq. Revmatizmni vaqt ketsa tomonidan ham adashmasam ukol olgan. Endi unda kayfiyatim tushib, o'zim ham juda og'ir hali tez siqilib, asabiylashib, shunday bo'lib qolganman. Endi u narsalar yo'q, ortda qoldi, xudo xolasa. O'zimni yo'qotib qo'yganman. Pulim bor, oilam nahotki ayolimni men saqlab qola olmasam deb. Lekin Allohga ming qadar shukrki, mana doktor Ali choyidan ayolim 5 pachka ichdi shekilli adashmasam. Hozirgacha meni ichib kelyapti. O'zini mana elkinday his yuribdi. Qayga borsa boradi. Onasi bor davom aylanib kelayman. Shu oyog'i og'rib, haligi nimada o'tirganlarni eslab, men ham shunaqa bo'lib qolamanmikin deb har narsani xayolingizga kelgizasiz ekanda endi. Hamma xayolimdan o'tgan, kayfiyatlar tushib ketgan, bo'lgan hamma narsa. Yashashdan endi umidim bo'lmay qoladi o'sha paytlarda. Hali 2 oy qo'ltiqda yurdimda, keyin televizor ko'rib yotasiz, zerikasiz. Keyin shunday qo'ysam, ana reklama qilib gapirdi. Keyin voy, mana shu choydan olib ichsam bo'lar ekan deb o'shanda o'zim nima qilib darrov telefon nomerlarini yozib oldim. Mana 12 yildan beri endi dori-darmon olyapman. Buni ham ichib ko'raychi, ichsam yaxshi bo'lib ketsam, davom ettiraveraman degan niyatda olganman. Olganimdan keyin shu bir haftada bildirdi nimasini. Yana oyoqlarimda qaytadan og'riq paydo bo'ldi, davlina, yurak, yuragimda yog' bor, jigarda yog' bor degan doktor. Keyin o'shalarni bir qo'zg'ab oldi. Keyin doktorga murojaat qildim, mutaxassislarga. Shunaqa bo'lyapman desam, ta'sir qilgani o'sha dedi. Bir qo'zg'ab oladi. Keyin davom ettiravering, shunda ham to'xtatmay dedi. Keyin ichib yuraverdim. Ana bir 15 kun deganda og'riqlar pasayib, uyqusizliklar ham kamaydi. Dalinalarim bir xilda yuradigan bo'ldi. Oldin 160 ga 100 shunaqa yurardim. Sizlarda shu doktor Ali shoyi qanday minnatdorchilik bildirishda tilim ojiz. Gap topa olmayman. Bitta men emas. Mana televideniyada ham ko'ryapman. Hattoki insult bo'lib qolganlardan rahmatlar aytyapti. Kecha men ko'rdim.
ana shu birinchi nimasini ichganimdan keyin ancha og'riq yo'qoldi. Birinchi choyni ichganimdan keyin yana buyurtma berdik, olib keldi vaqtida. Bugun buyurtma bersak, ertasiga olib keladi. Ana shu davom ettirib ichaverdim. Meniki endi eski kasalim. 12 yillik kasal. Ana shu 45 yoshimdan beri bo'g'imlarda shamollash, davleniya, yurakda yo'q, jigarda yo'q. Ana shu hammasiga endi shifo beryapti. Hozir mana jigarlarim og'rimaydi, yaxshi. Endi o'tirsam mana shu tomonim og'rirdi. Yaxshi bo'lib ketdi. O'tda dimlanish bo'lardi. Hozir hammasi yaxshi. Men ana shu birinchi pachkasini ichganimda endi yaxshi bilindi. Mana shu og'riqlar qoldi, uyqusizliklarim yo'q bo'ldi. Vaqtida dam olaman. Ertalab tursam, oyoqlarim ishib ketardi, o'sha ishiqlar yo'qoldi. Qo'llarim ishar edi. Keyin tomir tortishib, uyushar edi. O'shalar kamaydi. Keyin ozgina tez yurib qo'ysam, nafasim qisar edi. U nafas qisganlari ham kamaydi oldingidan. Hozir yo'q hisobida bo'lib qoldi. Kompaniyaga ham, doktor Ali shifokorlariga ham juda katta minnatdorchilik bildiraman. Mana ukol dorisiz shifo topsa bo'lar ekan. Shifosini topdim deganda eshityapmiz. Mana o joyimga bunaqaga zarar bo'ldi deganda eshitganimiz yo'q hali shu paytgacha. Endi u qiyinchiliklar, og'riqlar ortda qoldi. Ishiqlar qaytdi, o'zi yurishni boshladi. Davleniya 170 yurardi, 120 ga tushdi. Hozir mana 110 da yuribdi. Umuman mana 1 yildan beri davleniya degan narsani ko'rmaydi. Yuragi bezovtalanardi, yuragi bezovtalanmaydi. Tinchgina uxlaydi, tinchgina turadi. Uxlashlari, boshqalari, ovqatlanishlari hammasi me'yorida. Xudo xolasa mana kunlar o'tsa, yana shu doktor Ali bog'lariga borib, choylaridan ichib, mutaxassislar bilan uchrashib, gaplashib kelamiz. Shuni niyat qilib o'tiribman endi. Doktorlarimiz ham tanijoni sog' bo'lsin. Hamisha omadlarini bersin.